Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mevali tortni chiroyli qilib bezatishni o'rganamiz. Buning uchun bizga kremlangan tayyor tort. Oldingi darslarimda tortlarni o'rgatgandim sizlarga. Va bizga shokolad kerak bo'ladi. Iloji boricha ichida nachinkasi yo'q, oddiy mana plitka shokoladdan xarid qilasizlar. Va bizga bir osh qoshiq yog' kerak bo'ladi. Oddiy semichka yog'i va ustilarini bezatishga turli xil mavsumiy mevalardan foydalanamiz. Birinchi bo'lib ishni shokoladni eritishdan boshlaymiz. Shokoladni to'g'ri eritishni ko'pchilik konditerlar bilmaydi. Bugun men sizlarga ana shu shokoladni to'g'ri eritishni sirlarini o'rgataman. Birinchi o'rinda biz sutli shokoladdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xohlasanglar achchiq shokoladdan foydalansanglar ham bo'ladi, lekin iloji boricha ichida nachinkalari, meva yong'oqlari yo'q shokoladni tanlanglar. Va buni hozir biz mikrovolnovkada eritib olamiz. Shokoladni eritishni eng asosiy joyi mana shu yerda hisoblanadi. Mana hozir maydalangan shokoladlarimizga bitta plitka shokoladga bir osh qoshiq yog' solib, uni 10 sekundga mikrovolnovkaga qo'yamiz. 10 sekund bo'lganidan keyin yaxshilab aralashtirib olib, yana 10 sekundga qo'yamiz. Shu tarzda shokoladimiz bizga kerakli holatda erib ketmaguncha davom ettiramiz. Mana shokoladimiz ham tayyor. Tayyor shokolad ana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shunaqa suyuqlikda bo'ladi. Buni yana bitta usuli yog' qo'shmasdan o'rniga sut qo'shsanglar ham bo'ladi. Faqat pishgan sut bo'lishi kerak. Lekin sut qo'shganinglarda bu shokolad qotmaydi va yumshoq bo'lib turaveradi. Agar yog' qo'shsanglar, bu soviganidan keyin yana o'zini qattiq holatiga kelib qotib oladi. Agar shokoladinglar tortni ustida qotib turishini xohlasanglar, yog' solib eritinglar. Agar shokoladinglar tortni ustida yumshoq bo'lib turishini va keskanda qirsillab sinib ketmasligini xohlasanglar, sut yoki qaymoq solib eritinglar. Shunda mana shokoladinglar shunaqa yumshoq bo'lib turaveradi. Demak, endi tortimizni ustiga shokoladni chiroyli qilib oqizishni o'rganamiz. Hozir shokoladni yangi ish boshlayotgan konditerlar uchun oson usulda oqizishni ko'rsatib beraman. Shokoladni mana qoshig'imizga to'ldirib olamiz va sekin astalik bilan tortni chetiga shunaqa quyib chiqishni boshlaymiz. Oz-ozdan bittasini uzunroq, bittasini kaltaroq qilib oqizsanglar, tortinglarning ko'rinishi juda ham chiroyli chiqadi. Shokoladimiz tayyor. Endi shokolad qotib qolmasidan oldin mevalar bilan bezatib olamiz. Hozirgi kunda mavsumiy mevalardan foydalanib tortimizni bezatamiz. Hozir birinchi apelsinni o'zingiz istalgan shaklda to'g'rab qo'yishingiz mumkin. Yana bitta tortda juda ham chiroyli turadigan kividan foydalanib tortni bezatamiz.
Endi malina qo'yamiz. Qora smorodina qo'yamiz. Juda ham foydali va mazali tort bo'lyapti. Mana tortimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu mevalarimizni uzoqroq saqlanishini xohlasangiz, mana kivi, apelsinlarimiz so'lib qolmasligini xohlasangiz, bu mevalarning ustidan albatta jele quyib chiqing. Mana tortimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu tortni bemalol o'z mijozlaringizga jo'natishingiz yoki yaqinlaringiz bilan ulashishingiz mumkin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.